Bugungi video roligimizda bo'ladigan modellar Asus TUF Gaming modelidan, HP Pavilion modelidan, HP Victus modelidan hamda Asus TUF Gaming videomizga kelib beradigan model Lenovo Log modellaridan bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Muhammad Salim. Bugungi video roligimizda 350 dollardan 600 dollargacha bo'lgan hamyonbop narxda gaming notebooklarimiz obzorlari bo'ladi. Albatta bu kunda ko'pchilik so'radi, kutdi, kommentariyalarda yozishdi. Sizlardan so'ragan, xudo xolasa videolarni chiqarishga qaror qildi. Ya'ni ko'pchilik kommentariyalarda hamyonbop narxdagi notebooklarni so'radi. Shuni hisobiga sizlarga 5 xil turdagi hamyonbop narxdagi notebooklarimizni obzorlarini qilib o'tamiz. Sizlardan ham ko'p vaqt olmagan holda, kuttirmagan holda Asus TUF Gaming modelidan obzorlarimizni boshlaymiz. Bugungi video roligimizdagi eng hamyonbop model qanaqa nima to'liq chestni obzori bo'ladi. Holatlarini birinchi bo'lib tanishtirib o'tib ketaman. O'zi videoda ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, o'zi ko'ryapsizlar. Xo'p, holatlari ideal holatda emas, 10 dan 8,5 holatda bo'ladi. Ozgina kilometrlarda yetilab qolgan joylari bor, lekin touchpadlari yaxshi holatda turibdi. Undan tashqari displeylariga to'xtaladigan bo'lsak, displeylarning holati ham ideal holatda, yaxshi holatda turibdi. 8,5, 10 dan 8,5 holatda. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q, displeyda sarapinalari yo'q. Ustki holatlarni ko'radigan bo'lsak, ustki holatlari lekin juda ham yaxshi, zo'r holatda. Notebookimiz displeylari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, notebookimizda 15.6 diagonalli 144 Hz adaptive sync displaylari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimizning qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, to'liq 1608 million rangda, ya'ni RGB podsetka klaviaturasi bor. O'zingizlarda DDlarga yoqqan rangda bemalol sozlab, xohlagan ranginglarni, xohlagan effektinglarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Buni albatta Armoury Create programmasi orqali amalga oshirasizlar. Notebookimizda endi to'liq qanaqa parametrda nima shularni ko'rib o'tamiz. Notebookimizda Intel Core i5 10300H protsessorlari joylashtirilgan, 4 yadro 8 potok, boshlang'ich Hz 205 Hz, turbo boostda 450 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 16 GB li DDR4 2900 megashinda bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 256 GB li NVMe SSD bo'ladi. Budjetinglar ko'tarsa, buni bemalol yana o'zingizlarning budjetinglardan kelib chiqqan holda kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi kuchli ishlar uchun, o'yinlar uchun Nvidia GeForce RTX 1650 Ti 4 GB li video kartasi bor. Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Notebookda o'rganishda endi boshlayotgan mijozlarimiz uchun, ya'ni kompyuter savodxonligini o'rganayotgan mijozlarimiz uchun, undan tashqari boshlang'ich Photoshop, Illustrator, video montaj sohalarini endi kirib o'rganmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, ya'ni professional darajada bu notebook mos kelmaydi. Umumiy ishlarni qilib bermaydi. Professional ishlarga faqat o'rganish uchun mos keladi. Любой sohani o'rgansanglar bo'ladi. Ishlardan tashqari qanaqa o'yinlarni o'ynay olaman degan mijozlarimiz uchun aytib o'tib ketaman. Minecraft o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi. CS2 o'yinlarini, GTA 5 o'yinlarini, GTA 4, Far Cry 3 gacha bo'lgan o'yinlarni bemalol Far Cry'ni 3-seriyasigacha bo'lgan barcha seriyalarni o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari eskiroq turdagi o'yinlarda bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ya'ni 2018-yildan va 2020-yildan bu yog'i o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 349 dollar qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dostavkalari bor. Undan tashqari bemalol do'konlarimizga tashrif buyurib sotib olsanglar ham bo'ladi. Holatlarni ko'rdinglar, parametrlarni eshitdinglar, kimlar uchun to'g'ri kelishini ham ko'rdinglar. Mana budjetli notebook so'ragan mijozlarimiz uchun mana keldi. Ikkinchi modelimiz HP Pavilion Gaming modelidan. Notebookimizni to'liq holatlarini ko'rib o'tamiz. Notebookimiz umumiy holatda 10 dan 8,5 holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlari juda ham yaxshi, zo'r, matoviy holatda turibdi. Endi oz-moz yiltilab qolgan joylari bor. Aytib o'tganimdek, holatda 10 dan 8,5 holatda turibdi. Notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD 60 Hz displeylar joylashtirilgan. Qo'shimchalari oq rangdagi podsetka klaviaturalari bor. Buni rangi o'zgarmaydi, faqat oq rangda yonadi, shunaqa skromniy bo'lib. Endi to'liq texnik konfiguratsiyalar bilan tanishib o'tamiz. Notebookimizda Intel Core i5 11300H protsessorlari joylashtirilgan, 4 yadro 8 potok, boshlang'ich Hz 206 Hz dan max boostda 4 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 8 GB li DDR4 3200 megashinada, buni yana bemalol budjetinglar ko'targancha upgrade qilsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 256 GB li bo'ladi, video kartalari 2 ta. Birinchi video kartasi Intel Iris video karta, ya'ni bu o'zini strojnisidan sal kuchliroq bo'lgan video karta hisoblanadi. Ikkinchi video kartasi bo'lsa Nvidia GeForce RTX Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB video kartasi bor.
Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Sohasini endi o'rgangan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Dasturchilar uchun, kiberxavfsizlik sohasini endi o'rgangan mijozlarimiz uchun, Photoshop, Adobe Illustrator, video montaj sohalarini endi o'rgangan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Bundan tashqari Word, Office, logistika, shunga o'xshash sohada ishlaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Undan tashqari o'yinlardan qanaqa o'yinlardan o'yna olayman desanglar, CS2, hop Minecraft, Dota, GTA 5 barcha o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Buni 2021dan bu yoqdagi o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini $399 qilib beramiz, garantiyalari mavjud. Hamma notebookimizni 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari bor. Uylardan chiqmagan holda notebookni sotib olish imkoniyati bor. Agar Andijon shaharida bo'lsanglar ham, boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar ham bu imkoniyat bor. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Obzorimizdagi keyingi modelimiz HP Victus modelidan. Har doim ham uchramaydigan ranglardan, ya'ni Victus kulrang, ko'k rangda bo'ladigan bo'lsa, har doim uchraydigan rangi bu oq rangda. Juda ham chiroyli. 16 dyuym displey bilan jihozlangan bo'ladi. Holatlarini to'liq ko'rib o'tib ketamiz. Holatlari 10 dan 7,5 holatda turibdi. Juda ham yaxshi, zo'r holatda. Xo'p, endi to'liq texnik konfiguratsiyalari va qo'shimchalari bilan tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda 16 dyuymli Full HD IPS 104 Hz displeylar joylashtirilgan. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda ham oq rangdagi podsetka eksilyatorlari bor, ya'ni podsetka yonadi. Bemalol kech payt ishlash imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Notebookimizda Intel Core i5 11400H protsessorlari joylashtirilgan. 6 yadro 12 potok, boshlang'ich gertsi 207 Hz, max boostda 50 Hz gacha, ya'ni 5 Hz gacha bemalol razgom oladi. Tezkor xotiralari 8 GB, DDR4 3200 MHz da buni bemalol byudjetlar ko'targancha upgrade qilsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 256 GB NVMe M2 SSD. Buni ham aytib o'tganimdek, byudjetlar ko'targancha kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalari ikkita. Birinchi video kartasi Intel UHD ekonomistlar uchun, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartasi bor. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Programmistlikda endi o'rgangan mijozlarimiz uchun, kiberxavfsizlikda o'rgangan mijozlarimiz uchun, 3D Max'da, video montajda, grafik dizaynda endi o'rgangan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Undan tashqari umumiy 3D bilan, video montaj bilan, dasturlash bilan ish qiladigan mijozlarimiz, ya'ni boshlang'ich ish qiladigan mijozlarimiz uchun maslahat beraman. Va o'yinlardan qanaqa o'yinlarda o'yna olayman degan mijozlarimiz bo'lsa, har xil o'yinlarda, har xil FPS-da o'ynasanglar bo'ladi. Xoh CS2 bo'lsin, xoh Dota, xoh Minecraft, xohlagan o'yinlarda, har xil sozlamalarda, har xil FPS-da o'ynash imkoniyati bor. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, YouTube'ga obuna bo'lib kuzatayotgan mijozlarimiz uchun $459 qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari mavjud bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Obzorlarimiz ham tugashiga ozgina qoldi. Sizlarga bitta eslatmam bor. Telegram kanalimizga obuna bo'ladigan bo'lsanglar, YouTube'ga chiqadigan videolarimizga nisbatan yangiliklarni ko'proq Telegram kanalidan boxabar bo'lishingiz mumkin, kuzatib turishingiz mumkin. Biz Telegram kanalimizda har kuni yangilik notebooklarimiz xudo xolasa chiqib turadi. Kamida 2 ta 3 ta notebooklar aktual narxlari bilan, aktual rasmlari bilan chiqib turadi albatta. Sizlarga taklif qilaman Telegram kanalimizga, sizlarga ham manfaatli, menga ham manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa bemalol Telegram kanalimizga o'tib, notebook narxlari bilan tanishib sotib olishingiz mumkin. Sizlarga kutilmagan holda videomizni davom ettiramiz. Keyingi obzorimizdagi modelimiz Asus TUF Gaming modelidan. Notebookimiz ekran dyuйmi 17 dyuym, shuning uchun notebookimiz bahaybat ko'rinyapti. Umumiy holati bilan bitta baho beradigan bo'lsak, notebookimiz umumiy holatda 10 dan 7 holatida turibdi. Keltiruvlarda yetilashlar bor, touchpadda yetilashlar bor. Umumiy holati lekin yaxshi, zo'r holatda turibdi. Narxiga xudo xolasa 100% arziydi. Notebookimiz to'liq ustki korpusi metallический bo'ladi, ya'ni metal korpus bilan jihozlangan. Ust korpuslari, ichki korpuslari va tag korpuslari bo'lsa to'liq premium plastmassadan foydalanilgan bo'ladi. Asus TUF Gamingda obzor qilish jarayonida update kelib qoldi, ya'ni yangilanish kelib qoldi. Hozir bu bo'lgancha sizlar bilan logni ko'rib o'tamiz. Notebookimizning holatlari 10 dan 8 holatda turibdi. Juda ham yaxshi, zo'r holatda. Ust korpuslarning holatlari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Notebookimiz hozir qo'shimchalari bilan, to'liq parametrlari bilan tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displeylar joylashtirilgan. Parametrlariga keladigan bo'lsak, notebookimizda Intel Core i5 12450 HX professional protsessorlari joylashtirilgan bo'ladi. 8 yadro 12 potok, boshlang'ich gertsi 310 Hz dan max boostda 4 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 12 GB DDR5 4800 chastotada bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB
NVMe M2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Video kartalari ikkita. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB video kartasi bor. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Professional programmistlar uchun, professional montajyorlar uchun, professional endi 3D da o'rganayotgan va ishlayotgan mijozlarimiz uchun, Adobe Illustrator, Photoshop barcha soha vakillari uchun birdek to'g'ri keladi. O'yinlardan keladigan bo'lsak, Far Cry, Marcry, CS2, PUBG Mobile barcha o'yinlarda har xil FPS-larda o'ynasanglar bo'ladi. CS2 ni kamida 250-270 FPS oralig'ida bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Bundan tashqari mayli bitmagan soha vakillari, mayli bitmagan o'yinlar ham barchasida bemalol ishlasanglar va o'ynasanglar bo'ladi. Har xil nastroykalarda va har xil FPS-larda o'ynash imkoniyati bor bo'ladi. Ayniqsa bu modelimizni ko'tarib yuradigan, har doim yonida olib yuradigan 3Dchilar uchun, har doim yonida olib yuradigan grafik dizayner va montajyorlar uchun tavsiya beraman. Aynan shu soha vakillari olib ishlatadigan bo'lsa, birinchi o'rinda maza qilib ishlatadi, ikkinchi o'rinda o'zlariga mos bo'lgan notebook xarid qilishgan bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini YouTube'ga obuna bo'lib kuzatayotgan mijozlarimiz uchun $579 qilib beramiz. Garantiyalari mavjud. Holatlarini ko'rdinglar, parametrlarini eshitdinglar. Xudo xolisa bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Bugungi video roligimizni shu shaklda yakunlashga qaror qildik. Albatta parametrlari bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz. Shundan keyin yakunlaymiz. Hozir notebookga update kelib qoldi, ya'ni yangilanish kelib qoldi. Shuni hisobiga hozir update qiladigan bo'lsak, sal kechikibroq ketamiz. Operatorimiz vaqti ham tig'izligi uchun, shuning uchun shu tezroq parametrlarni aytib tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, laptopimizda AMD Ryzen 6800H protsessorlari joylashtirilgan. Boshlang'ich Hz 3.2 Hz dan Max Boost'da 4.7 Hz gacha bemalol razgomol oladi. 8 yadro 16 patok, DDR5 16 GB tezkor xotira bilan jihozlangan. Doimiy xotirasi 512 GB. Video kartasi ikkita, birinchisi AMD Radeon, ikkinchisi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartasi bor. Narxi bu laptopimizga $555 chiqadi. Qaysi soha vakillari uchun to'g'ri keladi? Barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Hozir sanab o'tadigan soha vakillarim olib ishlatadigan bo'lsa, shunda notebook to'liq kuchidan foydalanish imkoniyati ularda mavjud bo'ladi. Birinchi o'rinda professional programmistlar uchun, professional kiberxavfsizlik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, AI agentlar uchun, ya'ni sun'iy intellektda agentlar bilan ishlaydigan mijozlarimiz uchun, umumiy sun'iy intellekt bilan ishlaydigan mijozlarimiz uchun, 3D Max'da o'rganayotgan va ishlayotgan mijozlarimiz uchun, video montajda va grafikani o'rganayotgan va ishlayotgan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Shu soha vakillari olib ishlatsa, xudo xolisa maza qilib ishlatadi. Notebookimizni narxi xudo xolisa 100% narxiga arziydi. Nimaga narxi arzonligini ham video davomida ko'ryapsizlar. Sababi holati o'rtacha holatda. O'rtacha deganda masalan ekranida sara pinalari yo'q, ya'ni grubiy sara pinalari yo'q, orqalar bukilib ketmagan yoki sinib ketmagan. Umumiy holati o'rtacha holatda bo'lgani uchun shunaqa narxda bo'layapti. O'yinlardan qanaqa o'yinlarda o'yna olaman degan mijozlarimiz uchun barcha o'yinlarda, har xil nastroykalarda, har xil FPS'da bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bugungi obzorimizdagi notebooklar shulardan iborat edi. O'sha avgust oyida studentlar o'qishga kiradigani kirdi, kirmaydigani kirmadi. Xudo xolisa planim bo'yicha avgust oyi uchun juda ham hamyonbop narxdagi, juda ham chegirmadagi narxda, juda ham O'zbekistonda kaprizning bo'lmaydigan modellarda juda ham hamyonbop narxda Xudo xolisa sizlarga taqdim etamiz. Avgust oyida chiqadigan videomizni menyusini aytib o'tib ketdim. Ya'ni studentlar sizlar kutib turinglar. Juda ham zo'r notebooklarda, juda ham premium notebooklarda hamyonbop narxda chiqaramiz. Undan tashqari yangi notebooklarda ham obzorlari bo'lib o'tadi. Sizlar bilan bugun yana Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Manzilimiz Andijon shahar 2-mikrorayon 245-uyda joylashgan. Keladigan bo'lsanglar, bemalol telefon qilib va lokatsiyalarimizni ko'rib kelish imkoniyati bor. Tushunmasanglar, lokatsiyaga telefon qilinglar. Adminlarimiz to'liq sizlarga tushuntirib, o'zlari kutib olib, xudo xolisa shunaqa ishlarni qiladi.